Do'stlaringizdan chiqadi. Kiramiz. Bu ish hozir ishladi. O'zimda ham ishlagan. O'yin kirgandan so'ng o'yinga kirgandan so'ng Yok, yok. Burası sana kilo aldık. Endi esa yuramiz bittasini tanlaymiz. Masalan, mana bu. Tanlagandan keyin sizlarda mana bu joyda mana 5 rubl, 10 rubl, 15 rubl degan narsa bo'lmaydi. Yarating deydi. Yaratishda esa video ko'rsatadi, lekin sizlar ko'rolmaysiz nimaga? Chunki yaxshi tushunmaysizlar. Unda ketdik. Yaratishni o'rgataman. Birinchi marta o'yindan chiqib olamiz. Keyin esa hozirda Roblox yangilangan. Shuning uchun bu Roblox deb yozib qo'ygan mana ustidan uzun cho'pga o'xshagan narsani ezamiz va eng pastga tushadigan bo'lsa bu yerda create degan yozuv bor. Shuni ustiga bosamiz. Agar yana kirishda unutib qo'ygan bo'lsanglar, mana bu joydan kiramiz. Tushunarli bo'lsa ketdik. Eng pastga tushib create deymiz. Bu yerdan esa yana o'sha 3 ta nuqtachani yozamiz. Bu yerdan esa mana buni yozamiz. Creation yozamiz. Bu yerdan esa o'zi bitta turgan bo'ladi. Bo'lsam yaratasizlar. Shuni ustiga bosamiz. Keyin bu yerdan yana bitta mana bu nuqtani ustiga bosamiz. Keyin bu yerdan mana yozib turgan bo'ladi. Shuni ustiga bossak, mana ochiladi mana bu joy. Bu yerdan esa SS yozib qo'ygan bo'ladi. Shuni ezamiz. Ezgandan keyin bizga mana bunday chiqib keladi. 2 rubl, 1 rubl, 5, 10, 9, 20, 67. Buni endi qanday yaratamiz deganlar uchun bu ikkalasiga tegmaysizlar. Create pass deysizlar. Nechta rasmlar ham nom qo'yasizlar. Masalan, obuna esa rasm qo'yishlar bo'ladi. Masalan, mana bu rasmni qo'yamiz. Ro'jasi to'ldim. Create pass deymiz. Va ozroq kutamiz. U ani yaratildi. Endi esa bu yerda obuna bo'ling deb yozilgan. Bu yerda esa off slash deb yozib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni sotish mumkin emas yoki sotilmaydi degan. Endi uni ustiga bosib turib, mana uni ustiga bosamiz. Bosgandan keyin yana o'sha usti nuqtachani ustiga bosamiz. Bu yerdan esa select deymiz. Bu yerda shunday narsa chiqib keladi. Keyin bu yerda mana bu narsani bitta ezib qo'yib, narx kirgizasizlar. Ko'p ham qo'yavermaylar. Masalan, men 20 bo'lsa 39 rubl. Bu yerda regionlarga qarab pul tushadi. Yaqib qo'yish kerak, shart. Xohlasizlar yaqmaysiz, xohlasizlar yaqasizlar, men bilmadim, lekin men har doim yaqib olaman. Keyin save change deb save bo'lgandan keyin chiqamiz. Va qarasizlarki, sizlarda Game Pass ochilgan bo'ladi. Bu esa qaytadan qilamiz. Sales
39 rubuh 39 oldu 40 rubuh. 500 rubuh qilaylik. 33 deyapti 500 ketdi. Ko'p ko'rsa ham bo'lmaydi. Qani ko'ramiz. Xullas shunday edasizlar. O'zi saqlangandan keyin chiqib o'yinga kir olamiz. Mana qildik. 500 rubuh, 2 rubuh, 1 rubuh, yana 1 yo'q 5, 10, 1, 9, 20, 67 rubuh. Meni ko'p sotilgani mana 1 rubuh bo'ldi qani mana 1 rubuh bo'ldi. Shu. Endi bu yerdan chiqib olamiz. Endi please donate degan o'yinga kiramiz. Xullas mana kirib oldik. Endi esa yaxshi joy tanlaymiz. Mana tanlaymiz. Bu yerga kiradigan bo'lsanglar bizning nomzod chiqib keladi.